Hammaga assalomu alaykum. Bugun xo'jayinimning ishdan kelishlarini oxirgi marta kerakli liboslarni kutib olaman, chunki kiyimlarimni sotib olyapman. Hozir 3 ta obrazdan bittasini tanlaymiz. Menga ko'proq birinchi obraz yoqdi. Keling ko'ylaklarda. Sizni oxirgi marta kerakli ko'ylaklarni kutib olaydim. Nimaga? Sotyapman? Kimga sotyapsan? Qayerga sotyapsan? Yangi mango ilova topib oldim. Super yaxshi ilova topib olgan paytim sotib olay. Bo'lmasa bekorga joyini olib o'tirib shuncha narsalarni. Hamma narsani sotsa bo'lar ekan. Unda men buni ikkinchi telefonimni ham sotib olaylik. Keyin kakos uyda eski notebook ham bor edi. O'shani ham sotib olsam, men senga yangilab berardim. Bo'ladimi? Mango ilovasiga kirib, e'lon berish tugmasini bosamiz va sotmoqchi bo'lgan mahsulotimizning nomini yozib, kategoriyasini belgilab olamiz. Mahsulotimizning narxini yozib olamiz va barcha tavsiflarini ham yozish esdan chiqmasin, hattoki rasm belgilasa ham bo'ladi. E'lon yaratish tugmasini bosamiz va tayyor. Mango ilovasida sotish oson ham xavfsiz.